Shimoliy Italiyaning eng mashhur bo'lgan taomlaridan biri vitella tanata yoki bo'lmasam buzoq go'shti tunyetsli sousda tayyorlaymiz. Bu taom uchun buzoq go'shtini viriska qismini ishlatamiz. Uni pay va yog'lardan yaxshilab tozalab, tuz murch sepamiz. Rozmarinni mayda qilib to'g'raymiz, o'shanda uni efir moylari yanada kuchayib, yorqin ta'm beradi. O'simlik yog'i solib, yaxshilab marinovka qilib qo'yamiz. Sous uchun slobodani bedana tuxumli mayonezi, zaytun, kapersi, garchitsa, tunyets, tuz murch solib, hammasini yaxshilab blenderda maydalaymiz. Marinovka bo'lgan go'shtni grill skоворodkada hamma tarafidan qizartirib qovurib olamiz. Duxovkaga 100 gradus issiqlikka 25-30 daqiqaga qo'yamiz. Bu go'shtni o'ziga xos jihati ichi rozi juda ham mayin bo'lib chiqadi. Va videoda ko'rsatilgandek tortiq qilamiz. Parmezan, kumquat va zaytun bilan bezatamiz. Bu usulda pishirilgan go'sht og'zingizda erib ketadi va bu taomni bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Yoqimli ishtaha.